O'zbekiston diniy bag'rikeng diyor. Bizning yurtimizda barcha din vakillarining e'tiqodlari qadrlanadi. Bugun biz Hazrati Imom jome masjidiga keldik. Masjid hududiga kirishda masjid odoblariga amal qilish kerak. Bu masjidni Tilla Shayx masjidi ham deb atashadi. Tarixda bu hududda eski masjid bo'lgan. Hozirgi siz ko'rib turgan bino esa mustaqillik davrida qad rostlagan. Musulmonlar nafaqat 5 mahal namoz vaqti, balki istalgan vaqtlari bu yerga kelib ibodat qilishlari mumkin. Masjidlar hashamatlikligi, sharqqa xos naqshinkorligi, keng va yorug'ligi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa bu yerdagi sokinlik va xotirjamlik qalbimga huzur berdi. Masjidning ichki xonalari 5000 kishiga mo'ljallangan. Juma namozlarida esa hovli bilan qo'shib hisoblaganda 8000 gacha, hayit namozlarida 14000 gacha insonlar kelib ibodat qilishadi. E'tiborimni tortgan yana bir jihat turistlar va boshqa din vakillari masjidga kelib ibodatlarni kuzatishmoqda, masjid binosini o'rganishmoqda. Bu menimcha dinimizga bo'lgan hurmat ifodasidir. Endi esa biz Muqaddas Uspenskiy kafedral soboridamiz. Cherkov hududida ham kiyinish odoblariga rioya etish tavsiya qilinadi. Bu cherkovga insonlar asosiy ibodat uchun, uylanish va cho'qintirish marosimlarini o'tkazish uchun, ruhiy maslahat olish uchun kelishadi. Kafedral sobor arxitekturasida meni e'tiborimni tortgan jihati bu yerdagi ikonalar bo'ldi. Ikonalar bu xristian, ayniqsa pravoslav an'analarida muqaddas shaxslar, avliyolar, Iso Masih yoki Bibi Maryam tasvirlangan muqaddas rasmlardir. Ikonalar ibodat paytida e'tiqod egasiga ruhiy yo'l yo'riq beruvchi ramziy vosita sifatida qaraladi. Ular shunchaki rasm emas, balki ruhiy ma'no, ibodat, eslatma va ilhom manbai sanaladi. Har bir ikonaning o'z tarixi va ma'no mohiyati bor. Ibodat qiluvchilar kafedral sobor hududida joylashgan do'konlardan kitoblar, ikonalar va boshqa turli diniy buyumlarni xarid qilishadi. Rojdestvo va Pasxa bayramlarida bu yerda 5000 tadan 10000 tagacha ibodat qiluvchilarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, yurtimizda o'nlab xristian cherkovlari va 16 ta diniy konfessiyalar aholi uchun xizmat ko'rsatmoqda. Muqaddas Uspenskiy kafedral soboridan tashqari Toshkentdagi Iso Masihning muqaddas qalbi sobori, Evangeliya Luteran cherkovi, Arman apostol cherkovi va Avliyo Aleksandr Nevskiy cherkovi ham alohida mashhurlikka ega. Bundan tashqari Toshkent hududida budaviylik ibodatxonalari ham mavjud. Aslida dinlar yaxshilikni targ'ib qiladi va O'zbekiston hududida yashovchi barcha din vakillari hurmat qilinadi.